Agar sen iymoning mustahkam bo'lishini istasang, sen yolg'iz emassan. Hamma narsa senga qarshi borayotgan bo'lsa, seni ko'rib, bilib turgan Robbing bor. Insonlar ichida siqilayotgan bo'lsang, duo bir eshikdir. Hech kim seni tushunmayotgan bo'lsa, Alloh buni eng yaxshi bilguvchidir. Zamon og'irlashdi. Fitnalar ko'paydi. Insonlar o'zgardi. Ammo sen o'zgarma. Chunki seni Robbing bitta. Kecha-yu kunduz seni eshitgan, holingni bilgan, ko'z yoshlaringni ko'rgan. Ammo unutma, Allohning yordami sabring tugagan yerda keladi. Insonlarni seni tushunmayotganligi ichingda yashayotgan iymoning sendan nimalarnidir istar. Sabrli bo'lishing va kimlarnidir qachonlardir qilgan xatolar uchun kechirishingni. Chunki iymon faqatgina ishonch emas, taslim bo'lmoqlikdir. Bu dunyoda hech bir azob bejiz emas. Qalbingni yaralagan har bir azob va kamsitilishlar Allohning senga yuborgan eng yaxshi ilmidir.